Assalomu alaykum, marhamat, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum yana bir bor azizlarim. Bugun ko'rib turganingizdek, xonadonimizni chiroyli kutilgan rum turini qilamiz. Marhamat. Demak, meni eng yaxshi ko'rgan xonalarimdan bittasi oilaviy dam olish relaks zonamiz. Bu xonamizda butun oila bo'lib, divanlarda o'tirib, kofelar ichib, suhbatlashib, dam olib, televizor ko'rib, serial, kinolar ko'rib o'tiradigan xona qilgan. Interyerini albatta o'zim qilganman, ya'ni oilamiz bilan maslahatlashgan holda har bitta detaliga alohida e'tibor berganmiz. Endi esa ayollarimizni eng orzu qilgan xonasi oshxonaga marhamat. Demak, oshxona har bitta ayolning orzusi. Ya'ni bu oshxonaga judayam bir katta ayollik mehrimni berganman. Har bitta detali nima deydi, yillar davomida orzularim asosida yaralgan. Hattoki oshxonamning har bitta rangi, mebel rangi, kafel rangi, har bittasi lustralargacha har doim xayollarimda chizib yurganman va shu chizib yurgan oshxonamni o'ylaymanki 100% amalga oshirib berdilar. Avvalambor dadamizga kattakon rahmat. Bu xona esa mehmonlarimiz uchun, qadrli mehmonlarimiz uchun eng chiroyli va estetik xona hisoblanadi. Bu yerda strogost, stil, dizayn va qanaqadir judayam bir kayfiyatni ko'taradigan sokinlik mavjud deb hisoblang. Kinolar ko'rib, o'zimizni kinoteatrda o'tirgandek his qilish uchun bu xonani yaratganmiz desak ham bo'ladi. Xona albatta relaks uchun, farzandlarimiz bilan maza qilib kinolar, multfilmlar, seriallar tomosha qilib dam olish uchun. Endi esa oilamizning yuragi hisoblangan yotoqxonalarimiz joylashgan qavatga ko'tarilamiz. Yotoqxonalarga kirib ketish uchun aynan mana shunaqa dizayn qilganmiz. Kartinalarning borligi, lustralarimizga alohida e'tibor berishinglarni xohlayman. Yotoqxona zonamiz. Master spalnya, ota-onalar xonasi, bu yoqda katta buvi dodalar xonasi, bu yoqda qizlarimiz xonasi, bu yoq esa o'g'il bolalar xonasi. Marhamat, master spalniyadan boshlaymiz. Meni eng yaxshi ko'radigan xonam albatta ota-onalar xonasi. Spalnya, конечно, meni yuragim va meni qalbim, mehrim joylashgan joy desam ham bo'ladi. Kunimning yarmidan ko'pi mana shu xonada o'tadi. O'zimga o'xshagan, sokin, tinch va shu bilan birga mehrga to'la va estetikaga to'la xona deb hisoblayman. Bu xonada eng meni orzularimdan bittasi ro'yobga oshgan, ya'ni o'z xonamda, spalnimda har doim Italiya, Ispaniya, Fransiyadagi kabi xonamning balkoni bo'lishini xohlaganman. Ya'ni italyancha balkonlarda o'tirib, kofe ichishni, nonushtalar qilishni, vaholanki toza havoda dam olib, ijod qilishni orzu qilganman. Marhamat, bu yonni ham ko'rsataman. Marhamat, kichkina bo'lsa-da italyancha balkon. Bu xonani eng fishkalaridan bittasi bu garderobni, ya'ni xonani o'zida garderob xonasi borligi. Menimcha shkafdan ko'ra har bitta ayol bunaqa xonani xohlagan bo'lardi. Kelinglar, ichkarisini ko'rsataman. Kichkina bo'lsa-da, lekin judayam qulay qilingan, judayam chiroyli qilingan va asosiysi hamma narsa ko'rinib turadi. Kiyimlar, oyoq kiyimlar, ustki kiyimlar, barchasi o'z oldida xohlagan narsani nima bilan nima to'g'ri kelishini shunda joyida определить qilib kiyib ketaversanglar bo'ladi. Albatta hali judayam порядок emas, chunki bilasizlar, endi ko'chib kelyapman, обустраиваемся endi o'shaning uchun hali joy-joyini hamma narsa topgani yo'q. No,
уже yoqyapti. Azizlarim, menimcha xonadonimiz barchangizga yoqdi va dilingizda shirin orzularni uyg'otdi deb o'ylayman. Hammaga, barcha niyat qilganlarga shunday xonadon nasib qilsin. Ko'rishganda ko'rishguncha. Xayr.